هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enfal tefsiri 61. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn Kesir rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-Enfal suresinin 61. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Eğer ula tinchlikka mail bolsa, sen mi tinchlikka mail bolğun? Allah'a tevekkül kılğın. Allah ulanın sözlerini anlap turğucudur. Niyetlerini bilip turğucudur. Eğer ula tayyorlik qilib olish uchun suli bilan seni aldımakçı bolsa, Allah ulanın şerrinden şeksiz sana kifoya qilguchidir. Allah seni özünün yardımı bilen ve müminler bilen güçlendirdi. Allah müminlerin dillerini birleştirdi. Sen yeryüzündeki bütün baylıkını serp kılıp mı ulanın dillerini birleştirilmeydin. Lekin Allah özünün kudreti kamilesi bilen ulanı inak kıldı. Şüphesiz ki Allah galiptir, hikmet bilen iş kılguchidir. Eğer düşman tinchlikka mail bolğan taqdirde tinchlikka mail boluşqa buyurganlık doğrusuda. Allah Teala mundaq deydi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen ahdi tüzgen kavmde xiyanet alametlerini sezsen, ahdini ulağa uçuq yoruqluq bilen taşlap bergin. Eğer ula sen karşı uruş kılışını davran kılsa, sen ula karşı uruş kılgın. Eğer ula tinchlikka, yani sülhi tüzüp tinchlik ornatışqa mail bolsa, sen mi tinchlikka mail bolğun? Yani sen mi tinchlikka mail bolup ulanın bu talebini qabul qılğın. Şuna Hudaybiye sülhisi bolğan ili müşrikler sülhi tüzüp özleri bilen Peygamber aleyhisselam arasında uruşunu 9 yıl to'xtatishni talep qilganda Peygamber aleyhisselam ularning bu talebini başka şartları bilen qo'shilib bo'ldi qildi. İmam Ahmed'nin oğlu Abdullah Ali ibn Abu Talib radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Meningdan keyin ixtilof yoki cho'ng ishlar yuz berdi. Agar sen tinchlik o'rnatishga qodir bo'la olsang, shundoq qilgin. Allohga tavakkul qilgin. Ya'ni ular bilan sulhi tuzib, Alloh taologa tavakkul qilgin. Alloh haqiqatan sana kifoya qilguchidir va yordam qilguchidir. Agar ular kuchlanib olish va urushga tayyorlik qilib olish uchun hiyla ishlatib sen bilan sulh tuzmoqchi bo'lsa, Allah ularning sharridan shaksiz sana kifoya qilguchidir. Allah Teala özünün müminlerinin dillerini birleştirgenlikinden ibaret nimetini eskertgenlik doğrusida. Allah Teala Muhammed aleyhisselam'ı ata kılgan, onu muhacir ve ensarlardan ibaret müminler bilen güçlendirgenlik nimetini esletip mundaq deydi. Mundaq dedi: Allah seni özünün yardımı bilen ve müminler bilen güçlendirdi. Allah müminlerin dillerini birleştirdi. Yani ularning dillerini sana iman etişi, itaat kılışı, yardım kılışı ve güçlendirişi için birleştirdi. Sen yeryüzündeki bütün baylıkını sarf kılıp mı ularning dillerini birleştiremeydin. Yani ularning arasında
uzunga so'zilgan dushmanlik va o'chmanlik bo'lganligi uchun ularning dillarini birlashtirib olmaydi. Ansarlar orasida jahiliyat davrida Avs bilan Hazraj qabilasi o'rtasida nurg'un urushlar bo'lib o'tgan va uzunga so'zilgan qabih ishlar yuz bergan edi. Oxiri Alloh iymonning nuri bilan bu ishlarni uzil-kesil tugatdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. O'z vaqtida sizlar o'zaro dushman edinglar. Alloh dilinglarni birlashtirdi. Allohning ne'mati bilan o'zaro qarindosh bo'ldinglar. Sizlar dovzax cho'nqirining girvigida edinglar. Alloh sizlarni islom orqali uningdan qutqizdi. Sizlarning hidoyat tepishinglar uchun Alloh oyatlarini sizlarga shundoq bayon qildi. İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhisalom Hunayn urushida qo'lga tushirgan g'animatlar haqida ansorilarga xitob qilib mundaq dedi: Ey ansorilar jamiyasi, sizlar gumroh edinglar. Alloh men orqali sizlarni hidoyat qildi. Yo'qsul edinglar, Alloh men orqali sizlarni boy qildi. Chechilang'o edinglar, Alloh men orqali sizlarni birlashtirdi. Payg'ambar alayhissalom har bir so'zini qilganda ansorilar bu Alloh taoloning va uning payg'ambarining yaxshiligidir deydi. Lekin Alloh o'zining qudrat kamilasi bilan ularni inoq qildi. Shubhisizki Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Ya'ni Alloh g'olib bo'lib, uningga tavakkul qilgan kishining umidini yerda qo'ymaydi. İşlerini ve hükümlerini hikmet bilen kılgıcıdır. Ey Peygamber, yalğız Allah sana ve sana ergeçken müminlerine kifayet kılgıcıdır. Ey Peygamber, müminlerini müşrikler bilen uruş kılışka rağbetlendirgin. Eğer sizlerde çidamlık 20 adam bulunduğun bolsa düşmenden 200'ni yengelaydı. Eğer sizlerde çidamlık 100 adam bulunduğun bolsa kafirlardan 1000'ni yengelaydı. Çünkü ular cahil kavim bulup Allah'ın hikmetini düşünmeydi. Allah emdi sizlerini yükünlerini yenikletti. Sizlerinin yükünlerini yenikletti. Sizlerinin acizliqlarını bildi. Eğer sizlerde çidamlık 100 adam bulunduğun bolsa 200 düşmanını yengelaydı. Eğer sizlerde çidamlık 1000 adam bulunduğun bolsa Allah'ın izni bilen 2000 düşmanını yengelaydı. Allah çidamlıqlar bilen bildidir. Uruş qilishga qiziqtirish sani az musulmonlarning sani ko'p kafirlarning ustidan g'alaba qiladiganligi bilan xo'sh xabar berish to'g'risida. Bu oyatlarda Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomni va mu'minlarni urush qilishga, dushmanlarning adabini berishga va ularga o'zlarini ko'rsatib qo'yishga qiziqtirdi. Eğer müminlerin sani az bolgan, düşmanlarning sani köp bolgan ve ularga arqadan yardım kelip turgan taqdirdimi, müminlerin düşmanlariga qarshi Alloh taolaning kifoya qildiganligini, ularga yardım beradiganligini ve kuchlantiradiganligini xabar qildi. Ey payg'ambar, müminlarni müşriklar bilan urush qilishga rag'batlantirgin. Yani ularni urush qilishga qiziqtirgin va buyurgin. Shunga payg'ambar alayhisalom ular sap tutib düşmanlarga hujum boshlash oldida ularni urush qilish qiziqtirdi. Badr urushidami mushriklarning soni ko'p bo'lib, sarxil qurollar bilan qurollanib kelgan chaqda payg'ambar alayhisalom sahobalarga Kengdeki osmonlar ve ziminde keladigan cennet tarafga yuringlar dedi. Umayr ibn Hammam
cennetning kengligi osmonlar va zaminning kengligida kelamdi dedi. Payg'ambar alayhisalom ha dedi. O pah dedi. Payg'ambar alayhisalom sening pah deyishingga nima turtki bo'ldi dedi. O shu jannatning egillari bilan shu jannatning egillaridan biri bo'lishimni umid qilish turtki bo'ldi dedi. Payg'ambar alayhisalom sen haqiqatan shu jannatning egillaridansan dedi. O adam azroq oldig'iroq o'tib qilichining g'ilipini sundirib tashladi va xolchisidan xurmo chiqarib yeyishga boshladi. Ondan qo'lida qolgan xo'malarni tashlab etib, agar men bu xo'malarni yeb tugatkichi yashasam, u men uchun albatta uzun bir hayotlikdir dedi. Ondan dushmanning sepiga bo'sib kirib, shehid bo'lib ketkicha urushdi. Alloh onundan rozi bo'lsin. Allah Teala mu'minlarga xo'sh xabar berib mundaq deydi. Agar sizlarda chidamliq 20 odam bo'ladigan bo'lsa, dushmandan 200 odamni yengalaydi. Har bir odam kofirdan 10 yengalaydi. Ondan bu oyatdagi buyruq hukmi amaldan qoldirilib, uning xo'sh bishorat hukmi davom qildirildi. Abdullah ibn Mubarak Ekrimadan Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mazkur ayet nazil bo'lganda musulmonlarga Alloh taolaning bir musulmonning 10 kofirga uchrashgandimi qochmasligini farz qilishi ig'ir tuyuldi. Ondan yengiltilgan hukm nazil qilindi. Alloh taolo mundaq dedi. Allah endi sizlarning yukinglarni yeniklatdi. Sizlarning ojizligingizni bildi. Agar sizlarda chidamliq 100 odam bo'ladigan bo'lsa, 200 dushmanni yengalaydi. Agar sizlarda chidamliq 1000 odam bo'ladigan bo'lsa, Allohning izni bilan 2000 dushmanni yengalaydi. Ya'ni Alloh ularning yuklarini yengillatdi. Ularning yuklari yengiltilgan miqdorda chidamchanlikmi kemaytildi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Muhammad ibn Ishaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bu oyat nozil bo'lganda oyatning hukmi musulmonlarga ig'ir keldi. Ular 20 musulmonning 200 kofir bilan 100 musulmonning 1000 kofir bilan urush qilish nihoyat tas deb his qilishdi. Shuning bilan Alloh ulardan bu hukmni yengillatib, bu oyatni yana bir oyat bilan amaldan qoldirib mundaq dedi. Alloh endi sizlarning yukinglarni yeniklatdi. Sizlarning ojizligingizni bildi. Shuningdan keyin agar musulmonlar o'zlarining soni dushmanning sonining yarmiga teng bo'lsa, ularning dushmandan qo'rqib ketishini durust emas deb qaraydi. Agar musulmonlarning soni dushmanlarning sonining yarmidan oz bo'lsa, musulmonlarning ularga qarshi urush qilish vojib emas. Ularning dushmanlar bilan uchrashib qolishidan saqlanishi durustdir. Payg'ambarga zaminda dushmanni ko'proq o'ltirmay turib, ya'ni mushriklikning hayvasini yo'qotib, islomga quvvat bermay turib, asrlardan fidya elish loyiq emas edi. Ey mu'minlar, sizlar fidya elish bilan dunyo manfaatini ko'zlaysizlar. Alloh sizlarga oxiratni, ya'ni oxiratning savobini tilaydi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. Allohning ochiq cheklanmagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azlisi bo'lmasa edi, asrlardan fidya alganlıqlar uchun albatta zo'r azobga duchor bo'ladinglar. Ey jihad qilguvchilar jamiyasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok bilib yenglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan qo'rqinglar.
Allah hakikaten mağfiret kılgıcıdır, bendilerge mehribandыр. İmam Ahmed Enes radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom Badr urushida qo'lga tushgan asirlar haqida sahobalarga maslahat silib, Allah hakikaten sizlarni ularning asir elish imkoniyatiga ega qildi dedi. Ömer ibn Hattab o'rnidan turib, ey Allohning payg'ambari, ularning gadanlariga chopqin dedi. Payg'ambar alayhisalom onundan yüz örüp geldi. Payg'ambar alayhisalom bir ozdan keyin so'zini takrorlab, qarindoshlar, Allah hakikaten sizlarni ularni asir ilish imkoniyatiga ega qildi. Ular tehi tunigilla sizlarning qarindoshlaringlar edi dedi. Ömer o'rnidan turib, ey Allohning payg'ambari, ularning gadanlariga chopqin dedi. Payg'ambar alayhisalom uningdan yuz o'rdi. Payg'ambar alayhisalom yana bir ozdan keyin sahobalarga hiliq so'zni yana bir qitim takrorladi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'rnidan turib, ey Allohning payg'ambari, qarishimizcha ularni afu qilishni va ulardan fidya qabul qilishni xohlaydigandek qilsan dedi. Payg'ambar alayhisalom bu so'zni anglagandan keyin uning chiroyidagi qayg'u alomatlari ko'tarilib ketdi. Ondan Payg'ambar alayhisalom ularni afu qilib, ulardan fidya qabul qildi. Shuning bilan g'olib va buyuk Allah bu oyatni nozil qildi. Allohning ochiq cheklanmagan ishini qilganlarni jazolamaslik degan hukmi azlisi bo'lmasa edi, asirlardan fidya alganlıqlar üçün elbette zor azabqa duchor bo'ladinglar. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allohning ochiq cheklamagan ishni qilganlarni jazolamaslik degan azlisi bo'lmasa edi, ya'ni Lavhul Mahfuzda g'animatlar va asirlar sizlarga halol deb yozilmasa edi, asirlardan fidya alganlıqlar üçün elbette zor azabqa duchor bo'ladinglar. Allah Teala mundaq deydi: ey jihad qilg'uvchilar jamiyasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok bilib yenglar. Avfimu ibn Abbas radiyallohu anhumaning mushuninga o'xshash deganligini rivoyat qiladi. Abu Hurayra ibn Mas'ud, Sa'id ibn Jubayr, Ata, Hasan Basri, Qatada ve A'mash qatorliqlardan shuningga o'xshash rivoyat qilindi. Allohning hukmi azlisi bo'lmasa edi degan oyatdan bu ummatga g'animatlarni halol qilish hukmi ko'zda tutiladi. Bunun delili İmam Buxoriy ve Muslim Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselam'dan rivayet kılgan bu hadistir. Bana menden ilgirki peygamberlerden hiç kimge verilmegen 5 narsa verildi. Mening düşmanlarıga bir ay Irak'taki musabıdan qo'rqinish silish bilan yordam berildim. Bana ziminning hammasi namoz o'qishga bo'ladigan masjid tuproqi tayammum qilish uchun pok qilib berildi. Bana g'animatlar halol qilindi. G'animatlar mendan ilgari hech kimga halol qilinmagan edi. Bana qiyomat kuni shafaat qilish huquqi berildi. Her bir payg'ambar faqat o'zining qavmiga payg'ambar qilib avatildi. Men bo'lsam butkul insonlarga payg'ambar qilib avatildim. İmam Nasa'i Abu Hurayra radiyallohu anhu'dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. G'animatlar bizdan boshqa hech kimga halol qilinmagan edi. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: ey jihad qiluvchilarning jamiyasi, g'animat olgan narsanglarni halol va pok bilib yenglar. Bu ayetga asasen sahabeler asirlerden fidye aldı.
İmam Ebu Davud İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhissalom Badr urushida asirga tushganlarning fidyasini jahiliyat davrining fidyasi bo'yicha 400 qilib bekitdi. Ko'p sondagi ulamolarning ko'z qarashicha asirlarning mushu hukm bo'yicha mundaq bir taraf qilindiganligi bekitildi. Asirlar xalifaning bir taraf qilishiga topshirildi. Agar xalifa ularni o'ltirishni xohlasa, ular o'ltiriladi. Ya'ni Qurayda qabilasidan asirga tushganlar shundoq bir taraf qilindi. Agar xalifa xohlasa, asirlardan fidya ilib qo'yib berildi. Fidya urushida, Badr urushida asirga tushganlar mushundoq bir taraf qilindi. Yoki asirlar musulmonlardan kafirlarning qo'liga tushib qolgan asirlar bilan almashtirildi. Payg'ambar alayhisalommu Salima ibn Akva qabilasidan asirga tushgan bir ayol bilan uning qizini ularga qaytarib berib, u ikkisining o'rniga mushriklarning qo'lidagi ikki musulmon asirni almashtirib oldi. Agar xalifa xohlasa, asirga tushganlarni qul qildi. Ey payg'ambar, qo'linglardagi asirlarga aytqinki, agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zinglardan elingan fidyadan yaxshiroq narsani berdi. Ilgiriki gunohlaringlarni mag'firat qiladi. Alloh tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir, bandalarga mehribondir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar ular, ya'ni mushu asirlar iymonni da'vo qilish orqali sana xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufr bilan ahdini buzish bilan Alloh xiyonat qilgan edi. Alloh seni ularning ustidan g'olib qildi. Alloh bo'lg'isi hamma ishni bilguchi, o'z hikmati bilan ish qilg'uchidir. Muhammad ibn Ishaq Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhumadan Payg'ambar alayhisalomning Badr urushi bo'lgan kuni mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki, men Hoshim jamoatidan va boshqalardan bir turkum kishilarning bu urushga majburiy ilib chiqqanligini, ularning biz bilan urushishni xohlamaydiganligini bildim. Hoshim jamoatidan biror odam sizlardan biraringlarga uchrab qolsa, uni o'ltirmanglar. Sizlardan kimiki Abbas Abdul Mutallibni uchirtib qolsa, uni o'ltirmasin. U haqiqatan urushga majburiy elib chiqilgan. Ondan Abu Hudayfa ibn Utba, biz otalarimizni, o'g'illarimizni, qarindoshlarimizni va urug' tuqqanlarimizni o'ltirib, Abbasni o'ltirmamdiq. Allah Teala'nın namı bilen qasamki, agar men uni uchirtib qolsam, uni cho'qim qilich salaman dedi. Bu so'z Payg'ambar alayhisalomga yetib bordi. Payg'ambar alayhisalom Umar ibn Xattobga: "Ey Abu Hafiz", ya'ni Hafsining otasi Umar. Umar mundaq deydi: Allah Teala'nın namı bilen qasamki, bu Payg'ambar alayhisalomning meni bu xil usul bilen atığan tunji kunidir. Allah Teala'nın payg'ambarining tog'asining yuziga qilich chepilamdi dedi. Umar: "Ey Allohning payg'ambari, men ruxsat qilgan, men Abu Hudayfa ibn Utbaning kallasini olay. Allohning nomi bilan qasamki, u haqiqatan munofiqlik qildi" dedi. Abu Hudayfa shundan keyin mundaq deydi: "Allohning nomi bilan qasamki, degan yeliq so'zimdan keyin xotirjam bo'la olmadim. U so'zimdan davomli ansirab keldim. Alloh taolodan meni shehidlik martabasiga yetkazib,
o günahimni kechirishini tiladim. Ya'ni Abu Hudayfa ibn Utba Yamama urushida shahid bo'lib ketdi. Alloh undan rozi bo'lsin. Muhammad ibn Ishaq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Badr urushi oxirlashib kech kirdi. Asrlar bog'lanib, solab qo'yildi. Payg'ambar alayhisalom shu kechasi xeyli uzungacha uxlay olmadi. Sahobalar uningga: "Ey Allohning payg'ambari, sana nima bo'ldi? Texchi uxlay olmabsan-ku" dedi. Abbosni ansorilardan bir odam asir olgan edi. Payg'ambar alayhisalom: "Tag'am Abbosning bog'liqlik azobidan ingirganligini angladim. Uni qo'yib etinglar" dedi. Ondan ingirash ovozi chiqmadi. Payg'ambar alayhisalomni uxladi. Imom Buxoriy Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ansorilardan bir bo'lak odamlar Payg'ambar alayhisalomdan ruxsat so'rab: "Ey Allohning payg'ambari, bizga ruxsat qilgan, biz hamshirimizning o'g'li Abbosdan fidya olmayli" deydi. Payg'ambar alayhisalom: "Yo'q, Allohning nomi bilan qasamki, uningdan bir tangimi qoldirmay ilinglar" dedi. Yunus ibn Bukayr Zuhri'den bir turkum kishilarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Qurayshlar Payg'ambar alayhisalomga asir tushib qolganlarga fidya berish haqida odam avatdi. Har bir qavm o'zlaridan asirga tushib qolganlar uchun o'zlari rozi bo'lgan narsa bilan fidya berdi. Abbos: "Ey Allohning payg'ambari, men musulmon edim" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Sening musulmon bo'lganligingni Alloh obdan biladi. İş senin deganingdek bo'lsa, Alloh haqiqatan menga mukofot berdi. Ammo sening hozirgi tashqi ko'rinishing bizga qarshi chiqish bo'ldi. Sen o'zing uchun qarindishingning ikki o'g'li Nevfal ibn Haris va Aql ibn Abu Taliblar uchun sening ittifoqdishing Banu Haris ibn Fihrining qarindishi Utba ibn Amr uchun fidya to'lagan" dedi. U: "Ey Allohning payg'ambari, menda unchilik pul mol yo'q edi. Menda unchilik pul mol yo'q" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Sen Ummu Fazl bilan ko'mib qo'ygan pul mol qayerda? Sen Ummu Fazliga agar bu safarimda menga biror musibat yetib qolsa, men ko'mib qo'ygan pul mal Fazl, Abdullah va Qusum qatorliqlarning bolalariga miros qolsin degan emasmiding" dedi. U: "Allohning nomi bilan qasamki, ey Allohning payg'ambari, men sening Allohning payg'ambar ekanligingni albatta bilaman. Bu ishni men va Ummu Fazldan boshqa hech kim bilmaydi. Ey Allohning payg'ambari, mendan elindigan fidya uchun melimdan 20 uqiya oltin hisoblab olgan" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Alloh taolo sendan elib bergan bu narsa hech narsa emas" dedi. Abbos o'zi uchun, qarindishining ikki o'g'li uchun va ittifoqdishi uchun fidya to'ladi. Shuning bilan Alloh taolo bu vaqtda: "Ey payg'ambar, qo'linglardagi asirlarga aytqinki, agar Alloh dilinglarda iymon borligini bilsa, ya'ni dilinglarda iymon bo'lsa, Alloh uni biladi. Sizlarga o'zinglardan elingan fidyadan yaxshiroq narsani berdi. Ilgiriki gunohlaringlarni mag'firat qildi. Alloh tavba qilguvchilarni mag'firat qilguvchidir, bandalarga mehribondir" degan oyatni nozil qildi. Abbos mundaq deydi: "Alloh taolo menga 20 uqiya oltinning o'rniga men islomga kirgandan keyin Alloh taoloning mag'firatini tilab qilishim bilan birga har bir qulning qo'lida o'zlari ishlatgidek pul moli bor 20 qul ato qildi." Abu Bakr Bayhaqi Anas ibn Malikning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalomga
Bahrayndan pul mal keldi. Payg'ambar alayhissalom uni masjidimga to'kinglar dedi. Bu payg'ambar alayhissalomga keltirilgan mallar ichidagi eng ko'p mal edi. Payg'ambar alayhissalom unga nazarmi silib qo'ymay namozga chiqib ketdi. Namozni o'qib bo'lib, malning yeniga kelib o'ltirdi. Birer odamni ko'rsizlar unga bu maldan berdi. Shu chaqda Abbas kelib, ey Allohning payg'ambari, bu maldan menga bergan, men haqiqatan o'zimga va Uqayliga fidya to'ladim dedi. Payg'ambar alayhissalom unga olg'in dedi. Ondan u chapiniga bu mallardan uchumlab usti ve ketmekçi bulup onu götürüp idi, onu götürelmedi. Şunun bilen Peygamber aleyhisselam'a adamlarga buyurgan, onu bana götürüşüp bersin dedi. Peygamber aleyhisselam, yok dedi. O emisi onu üstümge sen ilişip bergen dedi. Peygamber aleyhisselam, yok dedi. Şunun bilen bu maldan azırak tüküp itip, ondan onu mührisiga ilib yo'liga ravon bo'ldi. Payg'ambar alayhisalom uning pul malga herismanligidan ajablanib, u ko'zdan g'oyib bo'lguncha unga qarab turdi. Payg'ambar alayhisalom bu joydan birer dirham qolmag'ichilik midirlamadi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar ular ya'ni Muşu asrla imanni da'vo qilish orqali sana xiyonat qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, undaqda ilgari ular kufr bilan ahdini buzish bilan Allohga xiyonat qilgan edi. Ya'ni Badr urushidan ilgari kufrlik qilish bilan xiyonat qilgan edi. Alloh seni ularning ustidan g'olib qildi. Ya'ni Badr urush bo'lgan kuni Alloh taolo seni ularni asir elish imkoniyatiga ega qildi. Allah bo'lg'isi hamma ishni bilguchi, o'z hikmati bo'yicha ish qilguchidir. Alhamdulillah. Alloh shukrlar bo'lsin. Yuqorida sura Al-Anfal tafsiridan 71-oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.